Bizning meditsina sohasida ustozlarimiz ham bizga bitta narsani tushuntirib o'tardi har doim. Ya'ni agar birinchi vizual qaraymiz, insonga baho beramiz. Ya'ni yuzini, terisini tuzilishi, badandagi toshma bor yoki yo'qligi, yoki qizarishlar, yoki ko'karishlar. Aynan shunga qarab, hattoki siz nima mahsulot bilan oziqlanayotganingizni ham bilsa bo'ladi. Aynan shakarni ko'p iste'mol qiladigan xalqimiz orasidagi mijozlarimizning yuzlarini, terini, даже rangi nima deydi, yaltiramagan, sus holatda, kirpichni rang beradigan goh mahal shu holatlargacha olib keladi. Yoshlar orasida rosa mukkasidan ketib chips yeydiganlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari har xil fast foodlar yeydiganlar ham gazirованный напитки ichadigan, masalan, u aynan shu yoshlarda ham yuzlarida har xil toshmalar toshishi kuzatiladi. U bilan tashqi tarafdan kurashishga harakat qilishadi, lekin ichkaridan harakat qilishmaydi. Yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, bulochkalar deylik yoki oq nonlarni aytadigan bo'ladigan bo'lsak, uni biza men shakar yemayman deydi. Вообще shakar yemayman. Bitta narsani tushuning, aynan o'sha mahsulotlar ham ishingizga tushgandan keyin shakarga aylanadi. Bu narsa ham sizni ishingizda oddiy tilda aytadigan bo'lsa, bakteriyani chaqiradi, ya'ni bijg'ish jarayonini kuchaytirib beradi. Tabiiyki, ichak agar bijg'ish jarayoni kuchayadigan bo'lsa, yuzingizga, teringizga har xil toshmalar tochishi va sizga diskomfort uyg'otishi ma'lumki, aslida yong'oq produksiyasi juda ham foydali tomonlari ko'p. Oqsil, masalan, organizmda oqsil juda muhim rol o'ynaydi, lekin hamma narsasining me'yori bor. Yong'oqda ham masalan deylik, ertalab 2 ta donadan oshiq yong'oq yeyish bu zararli. Masalan, semichkani oladigan bo'lsak, bunda har kuni kechqurun pochkalab semichka olib kelib olib, kola bilan birga ichadigan insonlar ham kuzatganman. Bu ham men yana bir marta aytaman, semichkani ham qanaqadir miqdorda, uni ham tayyorlanish qoidalari bor. Misol uchun deylik, qora undan kaloriyasi past, unga qo'shilgan semichka ustiga, masalan, ichiga qo'shilgan semichkalar bizga foyda berishi mumkin. Lekin uni mukkasidan kelib pochka chaqish bizga ziyon keltiradi xolos.